Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachi. Mana ko'rib turganingizdek Tashkent Motors avtosalonidamiz. Yana bugun mana Jak avtomobillari uchun original qismlarini ustida terib qo'yganman ko'rganingizdek. Bu yerda hozir mana Jak avtomobillariga filtrlar, undan tashqari moy filtr, kolodkalar, eng kerak bo'ladigan eng zarurlarni hozir keltirib qo'yamiz. Yangi partiyada kelgan. Undan tashqari agarda sizga mana bunday ko'zib turdaki yo bo'lmasam qanaqadir ichki yana qo'shimcha detallarga qismda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Orqamda mana ko'rib turibsiz, Tashkent Motors avtosalonining Navoiy filialida biz hozirgi kunda bu nalitda sotuvda tayyor arzon narxlarda. Undan tashqari bu modellarimiz original qismlari bo'ladi. Istalgan turga bor. Jak M3, Jak M4, Jak RF8, Jak T8, T9 pickup istalgan tur modellariga hammasiga bor. Qaytganda bu modellarimizni bemalol o'zimiz servis xizmat tomonidan istalgan qismlarni olib o'rnatib olsangiz bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek bu yerda Jak M3 modellari uchun moy filtrlari, undan tashqari mana Jak M4 modellari, undan tashqari Jak X8 modellari uchun mana nimalar kelgan, kolodkalar kelgan. O'zim naborda mana shunaqangi kileylari, undan tashqari spreylari bilan birga chiqadi. Bu kolodkamiz magnitli bo'ladi. Xo'p, magnitli kolodkamiz endi farqiga keladigan bo'lsak, oddiy kolodka bilan magnitli kolodkamiz ancha sifatliroq ishlaydi hamda ko'proqqa yetadi. Bu modellarimizga undan tashqari xohlasangiz tashib buyurib, istalgan turdagi mana mashinalarni xarid qiladigan bo'lsangiz, qo'shimcha bonus tarzida ham bularni qo'lga kiritishingiz mumkin. Manzilimiz hali ham o'zgarmagan, yana bir bor manzilni eslatib o'taman. Manzilimiz Navoiy filialida Tashkent Motors avtosaloni Yangiyo'lda reglyatsiyasini shunaqa aytishingizda transport boshqarmasining ro'parasida joylashgan Tashkent Motors avtosaloni. Hammangizni manzilimizda kutib qolamiz. Agarda kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bu videoni yaqiningizga jo'natib qo'ying va undan tashqari kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun.